Hürmetli vatandaşlarım, bugün sözleydiği leksiyemizi başlayımız. Leksiyada sıdığa cürüzü. Washington'dan sözleyimiz. Vatandaşlarımız vaziyetini görüp turuptu. Hazır siz biz için etkandı vaziyet deydiğen narsa Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan Jungo'ning raisi Xi Jinpingning Washingtonda uchrashishi. Lekin hozirgacha bu to'g'rida yoki Amerika tarafdan bugungi matbuotgacha yoki Jungo tarafdan manchinchi ayning manchinchi kuni bular Washingtonda uchrashudi deydigan vaqt yoki zamon yoki makon to'g'risida bir narsa e'lon qilinmadi. Aytilayotgan bo'lib qoladi qandaq, bundan xabarimiz yo'q. Bugun biz shu asos shuning munosabatli leksiyalarni so'zlaymiz. O'tganda biz Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rex Tillersonning Beijingni ziyorat qilganligiga to'xtalgan edik. Shu vaqtda bir so'zni so'zlagan edik. Masalan, Rex Tillerson o'rtaq hamkorlashib, o'rtaq g'alaba qilish, o'zaro hurmat qilish, qarshilashmaslik, to'qinishmaslik degan Jungo'ning so'zini ishlatdi degan edik. Bugun ham yana shu to'g'rida to'xtalamiz. Vatandaşlarning diqqat qilishini umid qilaman. Mavzu mundaq. 4-ay Reis Xi Jinping Prezident Trump bilan ko'rishadigan yaxshi fursat emas. Mavzuli xabar 3-ayning 21-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlan. Yer shari bo'yicha eng muhim ikki taraf munosabati hisoblangan ikki davlat rahbarlarining tunji qatam uchrashishi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo Xalq Jamhuriyati rahbarlarining tunji qatam uchrashishi izchil har qaysi taraflar diqqat qiladigan masala bo'lib qoldi. 3-ayning 13-kundan boshlab Amerika tarafdan Prezident Trump 4-oyda o'zining xususiy kelobida Reis Xi Jinpingni qabul qildi deydigan xabar tarqaldi. Davlat ishlar kotibi Rex Tillerson buning uchun 3-ayning 19-kuni Jungoni ziyorat qildi va Reis Xi Jinping bilan ko'rishdi. Beijing tarafdan ahvoldan xabardor kishilar Dovi agentligiga mundaq ko'rsatdi. İki devlet Reis Xi Jinping'nin Amerika'nı ziyaret kılış orunlaştırışını allaqachon tan aldı. Yani Amerika'mı tan aldı, Jungo'mu tan aldı demek. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Tillersonning bu qatim Beijingni ziyorat qilishi mushu to'g'rida maslahatlashish uchun edi. Lekin davlat ishlar kotibi Rex Tillerson Reis Xi Jinping bilan ko'rish o'ngishliq va osoyishlik ichida elib berilgan bo'lsa-mu, natijalik bo'ldi degili bo'lmaydi. Dovitor beti xabarda shundaq da'vatida ko'rishish o'ngishliq, osoyishlik ichida bo'lsa-mu, lekin natijalik bo'ldi degili bo'lmaydi. 3-ayning 20-kuni o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying savollarga javob berganda faqat mundaq javob berdi. Ikki davlat rahbarlik qatlamidagilarning va har darajaliklarning aloqa qilishini qadrlaymiz. Xabar bo'lsa, biz sizlarga davomli yetkazamiz deb odatlangan diplomatik iboralarni ishlatdi. O'xshashli bir vaqtda Reis Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Tillerson bilan ko'rishganda ikki taraf Reis Xi Jinpingning Amerikani ziyorat qilish masalasini eg'izga olmadi. Diqqatda, ikki taraf Reis Xi Jinpingning Amerikani ziyorat qilish masalasini eg'izga olmadi. Nozik taraf shu bo'ldiki, aksicha Reis Xi Jinping davlat ishlar kotibi Tillersondan Prezident Trump salom aytib qo'yishni o'tinib, balki Prezident Trumpning Jungoni ziyorat qilishini qarshi oladiganligini bildirdi. Demak, hozir Prezident Trump taklif qilib o'tdi. Xi Jinping Washingtonga kelish kerak deb, shu yerda ko'rishimiz dedi. Hozir Xi Jinping nima debdi? Prezident Trump Beijingga kelish kerak dedi.
Amerika tarafdan Aqsarayning yuqori darajalik amaldorlari hatto oshkorlaganda selishtirganda, oshkora selishtirganda Jungo tashqi ishlar ministrligi Rais Xi Jinping bilan prezident Trumpning uchrashadigan vaqti o'rni to'g'risida hozirgacha bir belgilama chiqarmadi. Rais Xi Jinpingning prezident Trumpni Jungoga ziyoratga taklif qilishidan qaraganda, prezident Trump bilan Rais Xi Jinpingning 4-oyda uchrashadiganligi to'g'risida gumon paydo qildi. Prezident Trump bilan Rais Xi Jinpingning ko'rishishi nurg'un umidga sazovor bo'lmoqda. Agar ikki taraf suhbatdan burun Amerika Jungo munosabatiga bog'liq ko'plagan masalalar, Koreya yarim oroli, savdo tijorat, Janubiy dengiz masalasi, Tayvan masalasi qatorliq masalalarda o'rtaq tunush hosil qilmaydi ekan, undaqda 100 turani so'zlashgandami bir natijaga erishgili bo'lmaydi. Diqqat vatandaşlarım, yuqorqi masala qator tizilibdi. Buning ichida Tibet bilan Xinjiang yo'q, lekin siz xotirjam bo'ling, mush tizilgan masalaning o'ziga qaraganda men deydi. Amerika Jungo munosabatiga bog'liq ko'plagan masalalar, Koreya yarim oroli, savdo tijorat, Janubiy dengiz masalasi, Tayvan masalasi qatorliq masalalarda o'rtaq tunush hosil bo'lmaydi ekan, undaqda 100 turani so'zlashgandami bir natijaga erishgili bo'lmaydi. Bu ishlar to'g'risida Amerika Jungo ikki tarafning ozroq ifoda bildirganligi to'g'risida to'xtalmay turib, nima bo'lsa shuni so'zlash bo'yicha bu yil 4-oyda ikki davlat boshliqlarini Floridada ko'rishdiganligini ikki davlat boshliqlarining Amerika Qo'shma Shtatlarining Florida shtatida ko'rishdiganligidan aztola çiçek çıkmakta. Prezident Trump bilan Germaniyaning vaziri Angela Merkel hanım 3-oyning 17-kuni Washingtonda ko'rishganda yetarsiz natija hosil bo'lganda, Jungo Amerika ikki davlat rahbarlarining ixtilof paydo qiladigan xalqaro masalalarda texnik bir fikrga kelmay turib, Rais Xi Jinping bilan Prezident Trumpning ko'rishi muvofiqmi yoki emasmi? Hozirgi taraqqiyot yuzlanishi va ikki davlat munosabatidan qaraganda, bu yil 7-oyda Germaniyada ochiladigan 20 davlat yuqori darajaliklar uchrashish yig'inida uchrashadigan bo'lsa, uchrashish Prezident Trump bilan Rais Xi Jinping shu yerda uchrashadigan bo'lsa, uchrashish uchinchi davlatlar emas, balki xalqaro so'rinda elib berilgan bo'ladi. Şuna Prezident Trump bilan Rais Xi Jinpingning Germaniyada uchrashishi yaxshi tanlashdir deydi Xitoy tilida nashr qilingan Dovitor biti. Biz oxirida tahlil qilamiz, hurmatli vatandoshlar.